o'zi ijtihod deyotgan narsani o'zi bizni xalqlarimizcha ham tushunib olmaydi o'zi. Chunki dinidan ancha uzoqlashtirilgan. Oxirgi 70 yilda o'zi ancha qattiq qisuvlar bo'lganligi uchun bir toifa odamlarni orasida diniy tushunchalar ular ham tiniq bo'lmagan, palapartish bo'lgan tushunchalar qolganda, qolgan omma xalq hatto dinini bir eskicha deydigan darajaga borib qolgan. Ya'ni juda ham uzoqlashib ketganda. Masalan, ijtihod haqida bugun o'zi nafaqat bizni xalqlar. Masalan, Saudiyada bugun shu vahobiylar hukmron bo'lgan 200 yildan beri ijtihodga qarshi shunday kurashni e'lon qilib qo'ygan, ya'ni ijtihod keraksiz narsaday tuyuladi. Ya'ni mazhab haqida gapirsa, payg'ambarimiz qaysi mazhabdan bo'lgan deydi. Ya'ni mana bu judayla to'poy gap. Bu gapni birorta aqlli og'izdan chiqishligi ehtimoli bo'lmaydigan darajada bir befarosat gapda. Ya'ni shu darajaga olib keldi. Endi bizdan borib o'sha SSSR tugagandan keyin tashqariga chiqib o'qishni boshladi. Qayerga bordi desa o'sha Saudiyaga, Saudiyani ta'siri bo'lgan boshqa bir davlatlarga. Chunki Saudiya bu yog'i o'sha Rossiyadan tortib butun Afrika boshqa joylarga o'quv joylarini ochdi. Shunaqangi befarosat narsalarni o'rgatyaptiki, ya'ni ijtihod degani yo'q deyapti. Hadisda nimani ko'rding, shuni amal qilib ketaverasan. Sen hadisni tushunasanmi? Hadisni farqiga borasanmi? Boshqa deyotgan narsani qiziqtirmayapti. Bo'lib ham hadisdan o'shalar tarjima qilib bergan. Masalan, Rossiyada asosan juda ko'p o'rislar, o'sha salafiy o'rislar. Nimaga desa, Saudiya o'sha yerga kirib ta'limlarini tarqatishni boshlagan, bemalol bo'lgandan tortib. Asosan o'sha salafiy tushunchasini olgan haligi o'rislar. Hadislarni deyarli aksar hadis kitoblarini o'ris tiliga tarjima qilgan. Tarjimon ham o'zini kallasiga yarasha tarjima qilgan. Borini borda emas. O'qisang juda ko'p yeri atalasi chiqyapti. Endi o'sha o'zi tarjima qilib olgan kitobdan shap hukmni olib turib, o'zi mana shunaqa deydi. Unga unamasa takfir ham qo'raveradi, unga unamasa boshqa ham qo'raveradi. Ya'ni mana shu narsalar ancha qasddan ham qilindi va o'shanaqangi befarosatroq bo'lgan insonlarning qo'llari bilan ham qilindi. Odamlar ijtihod haqida tushunmay qoldi rostdan. Katta o'sha domlaman, shayxman degandan ham ijtihoddan gapirsa ijtihod tushunmaydi. O'zi rozi bo'lmagan har qanaqa fikrga qo'ymasdan adashgan bu deb qora. Zolalim mubin deb qora. Katta ho'kizlari chiqib olib. Zolalim mubin degani bilasanmi? Bu kichkina gap emas bu. Kallangni sal ishlatib gapirgin bu. Sen bilmasdan shunaqa bir katta gapni gapirib qo'yapsan. Desa, yo'q deydi, mashina gapiga to'g'ri kelmadimi? Zolalim mubin. Mana u G'azzoli adashgan deydi. Hisob Zamashqari adashgan. Imom Azam murjiya bo'lgan adashgan. Vali shu darajada bir betayin bo'lib ketdiki, bo'lmasam bu mushtahid olimlar, ya'ni bo'lib ham ummatdan olgan mushtahid olimlar. Haligacha ularni qilgan mehnatlaridan odamlar foydalanib yuradigan bir ko'zga ko'ringan, ya'ni taqvosida ham, amalida ham. Shunaqa odamlarni bitta beburt chiqib olib zolalim mubin bu. Adashgan bular hammasi. Bu oshingan sofiy, yana bir bola og'ziga kelganini bo'g'ziga qaytarmay aytib borishyapti-da. Mana bu narsalar natijasi nima bo'lyapti? Sen haligini eshitayotgan, tushunmagan haligi shogirdlar bo'ladi, muridlar bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Bular tushunishni ham xohlayotgan ya shu shayxni og'zidan qanday olgan bo'lsa, uni yana ham ziynatlab turib, jinni ketdi qo'llanyapti-da. Endi kofirga ish qolmadi. Kofir boshlab berdi boshida. Ya'ni o'shalarni o'shana qilib paydo qilishga xizmat qilgan kofir edi o'zi. Endi hozir kofirga ish qolmadi. Kofir tashqariga chiqib, hayron bo'lib tomosha qilib turibdi. Bular qachon odam bo'lar ekan deb. Bir jiqqan o'sholib bir-birini adashganga chiqarib, sen adashgansan, aqidada adashgansan, sen zolalim mubinsan. Sen manaqasan qilib. O'zi oddiy ijtihodni tushungan odamga bo'ldi, hamma mana bunaqangi betayin eshiklar avtomatik yopilib qolish kerak-da. Falonchi mushtahid shunaqa debdi desa, ha bo'pti-da, ijtihod qilib aytibdi-da. Bo'ldi. Bu noto'g'ri aytibdi desa, noto'g'ri aytsa bitta ajr oladi. Senga nima deyish kerak-da? Noto'g'ri aytibdimi? Bitta ajr oladi. Narigi sen aytayotgan mushtahiding to'g'ri aytibdimi? Ikkita ajr oladi. Bo'ldi. Ketarish kerak o'zi.
Birodar bo'ladi shunda, to'g'rimi? Siz ikkita ajr olsangiz, yonboshdagi bitta ajr olsa, nima qilasiz? Boshiga ketmon so'pmon qo'yaverasizmi uni? U birodaringiz u bitta ajr olyapti. Ajr to'playapti. Robbisining huzuriga ajr to'plab ketayotgan odam. Nima deysiz? Birodarim emas, bu zolim mubin. Sababi desa bitta ajr olyapti-da, bu zolim mubin. Menga o'xshab haq bo'lib ikkita ajr olmaydimi? Deysizmi? Bugungi hali telvalar shunaqa deyapti-da. Shuning uchun odamlarni birinchi o'sha ijtihod nimaligini tushuntirish kerak o'zi. Nimaga bular ana bo'lmayapti deyotganingiz, ijtihod tushunmasa bir-biri bilan munosabat shunaqa bo'ladi-da. Avvalgi musulmonlar ijtihodni yaxshi tushunardi. Shuning uchun ularning orasida ixtiloflar kamroq. Bo'lmasam o'sha Shofiy ijtihodga ergashganini bilar edi, lekin o'sha Hanafiysi bilan kurashmas edi. Desa Hanafiy ham ijtihodda, o'zi buni teskarisini aytgan. Mana aytayotgan hukmni teskarisini aytgan. Teskarisini aytsa ham, endi bu ijtihod qilayapti-da. Xato qilsa bitta ajr olardi. Birodarimda. Qo'y birodar bo'lib yuraverganda. Hanafiy mazhabida bir begona ayolni avratiga shahvat bilan qaragan odam ana shu ayolning qiziga uylana olmaydi. Harom qilingan. Unga oyatdan dalil keltiradi. U oyat haqidagi Ibn Abbosni bildirgan fikrini aytadi-da, yo'q, bunga qiziga uylanish joiz emas deydi. Hatto xilvati sahiha bo'lgan ayolini, ya'ni birovni nikohiga oldi, ikkalasi ozgina yozib qoldi, unaqa qo'shilgan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Mana shuni keyin ajrashib ketgandan keyin birovga erga tegdi. Shuni qizini olish harom deydi Hanafiylar. Va bunga shar'iy dalil keltiradi. Endi Imom Shofiy aytayapti. Bir ayolni zino qilib qo'ygan bo'lsa, zinodan tug'ilgan qizini olsa bo'laveradi deyapti. Imom Shofiy. Endi biz odamlar hozir ko'zlari chiqib kosasidan osilib ham qolgan bo'lsa kerak ba'zilar. O'zini qizini yadi. Imom Shofiy aytadi, u zinodan bo'lgan qizi bo'lmaydi uni deydi. Chunki hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoniga o'sha bir cho'rini bolasi haqida Sa'd ibn Abu Waqqos bilan o'sha Zam'ani o'g'li, o'sha Zam'ani cho'risini ustida, ya'ni shuni bolasi Sa'd ibn Abu Waqqos aytadi, men akammi o'g'li bu. Chunki akam aytgan, menga o'sha o'lishidan avval shu Zam'ani cho'risi bor-ku, shuni tuqqan bolasi mendan bo'lgan, men shu johiliyatda o'ynashib yurar edim. Shuni boqib katta qilgan, senga omonat deb ketgan. Shuning uchun shu bola meni akamning bolasi deb yetalab keladi. Zam'ani o'g'li bo'lsa aytadi, yo'q, bu meni ukam deydi. Nimaga unaqa deyapsan? Sahab otamni to'shagida tug'ilganda, otamning cho'risidan meni ukam bo'ladimi deydi. Ikkalasi talashadi. Payg'ambar alayhisalom yoniga borganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, bola deydi to'shagidagi zinokor mahrum degan. Shu bilan haligi Zam'ani o'g'liga beradi seni ukangni. Lekin deydi haligi shunaqa o'xshar edi deydi. Qo'yib qo'yganday Sa'd ibn Abu Waqqos akasiga o'xshar edi deydi. O'shanaqa bo'lsa ham, ya'ni shariatning qonuni shunaqada. Bola to'shagidagi deydi-da, zinokor mahrum bo'ladi deb zinokorga bermaydi. Nariginga beradi. Xuddi mana shu narsadan shariy hukm olib turib, Imom Shofiy aytayapti, bola zinokorniki bo'lmaydi, bola to'shagidagi bo'ladi. Birovni xotinini zino qilib yurgan bo'lsa ham, tug'ilgan bola nasabi ana shu haqiqiy shu nikohdagi eridan hisoblanadi, zinokordan hisoblanmaydi. Bu shar'iy hukm. Demak, deyapti, bu bunga mahram emas. Hali zinokorga haligini tuqqan bolasi mahram emas. Bu shar'iy hukmda aytayapti, odamlarga yoqmaydi, aytayapti, ko'zlari kosasidan chiqib ketadi nechtasi, nima deyapsan deb o'radi. Lekin Imom Shofiyning fikri shu edi-da. Nimaga hali hadisdan tushunayotgan narsasi mana shu. Demak, u mahram emas, bemalol, ya'ni mahram emas desa, ya'ni uylansa bo'ladi degan. Mahram degani uylansa bo'lmaydi, uylanish harom degan o'zi mahram degan so'z. Hech kim Shofiyni birorta Hanafiy kofir qilib yuborgan yo'q, shunaqa ham deysanmi deb. Yo'qsa teskarisini ham. Bularda zino qilish emas, hatto shahvat bilan qarab qo'ygan bo'lsa,
shu ayolning qiziga uylanishligi harom. Hanafiy mazhabida. Bularda Shofiylar ham malomat qilgan yo'q. Hanafiylar ham Shofiylarni malomat qilgan yo'q. Har ikkalasini hujjati bor edi, lekin aytilayotgan gap hali bir kichkina gap emas. Ancha-muncha odamni rostdan ham ko'zini kosasidan chiqarib yuboradigan gap. Lekin shar'iy hukmligi uchun hech kim indagan yo'q. Oshib borsa xato qilibsan dedi. Zolalim mubinsan. Bularni hammasi zolalim mubin. Bular qiziga uylanadi deb turali, qo'shib olib turali biz befarosatlarimiz bor-ku. Yolg'ondan hali birinchi o'zi kallasida xulosa chiqaradi, keyin chiqargan xulosasi bilan odamlarni ayblaydi. Unaqa bo'lgan emas-da. Bo'lmasam aynan o'sha gapni aytdi, lekin u shar'iy hukm bilan aytdi. Bu buni qizi emas dedi. Mahram emas dedi. O'shuna deb bo'lgandan keyin, demak, mahram bo'lgandan keyin uylansa bo'ladi dedi. Qiziga uylansa bo'ladi degan o'zi u ham. Lekin biznikilarga tek qo'yib bersa, qiziga uylansa bo'ladi dedi deb oladi-da. O'shuning uchun aytayapman, o'shanaqa kallaylardagi xulosaga emas. Ular chiqarayotgan shar'iy hukmga qarasanglar, o'zi musulmonlar orasida hech qanaqa muammo qolmaydi. Falonchilar shu ishni qilyapti-kan desa, nimaga qilyapti-kan deb so'raladi. Falon hadisda shunaqa qil deganini tushunibdi, mujtahid shunaqa ijtihod qilib bergan ekan, ular endi muqallid shuni orqasidan ergashib qilib yuribdi-kan desa, indamaysan, ha, bo'pti. Mujtahid shunaqa degan bo'lsa, mujtahidga raddiya beradigan mujtahid bo'ladi. Muqallidlar chiqib olib mujtahidga raddiya bermaydi. Biz mujtahidimiz shunaqa degan deb raddiya bermaydi-da. Ijtihod qilibdimi? Ha, bo'pti deydi. Oddiy mana shu haqiqatni bugun juda ko'pchilikka tushuntira olmayapmiz. Taqidun nafoni mujtahid. Bugungi kunda davlat yiqilganini ko'zi bilan ko'rdi. Shunga endi bir ijtihod qilish kerak. Qanaqa qilib tiklasa bo'ladi? Shunga o'tirib olib ijtihod qildi. Shariatdan, Qur'ondan, sunnatdan ijtihod qildi. Shunaqa qilib amal qilyapti o'zi va o'ziga ergashganlar desa, chiqib olib zalolim mubin deyapti. U ijtihod qildi desa, ijtihod ham zalolim mubin. Ijtihod qilgan zalolim mubin bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, ijtihod qilgan sen to'nka aytgandaqa zalolim mubin bo'lmaydi. Ijtihod qilgan yo to'g'ri qilsa 2 ta ajr oladi, yo xato qilsa 1 ta ajr oladi, deyapti. Desa Rasululloh shuni desa ham zalolim mubin deyapti. Ya'ni shu darajada befarosatlashib ketyapti bor. Shuni Rasululloh aytganda ijtihodmi? Ha, baraka topinglar. Ijtihod bo'lsa ajringlarni olasizlar, noto'g'ri bo'lsa 1 ta, to'g'ri bo'lsa 2 ta olasizlar. Barakalla, ish qilinglar desa, bir yeri kamayib qoladi. O'shuning uchun boshqalar o'zini ijtihodini ko'tarib kelsa, hech narsa demayapmiz. Ijtihod ko'tarib kelsa, baraka toping. 1 ta ajr olyapsiz, yo bo'lmasa 2 ta ajr olyapsiz. Ikkovidan bittasi. Alloh rozi bo'lsa, ish qiling deyapmiz. Qolganlar ham shunaqa deb qo'ysa nima bo'ladi o'zi? Endi aynan talashib uni noto'g'riligini isbotlash kerak. Endi uni noto'g'riligini isbotlash uchun ham hech bo'lmasa o'sha darajada mujtahid bo'lish kerak edi bu ham. Taqidun nafoni darajadagi mujtahid misan desa, yo'q, mujtahid emas. Hech kim emas o'zi, bitta nimagan domla, yo bo'lmasa 4 ta kal yig'ilib olib shayxim deb qo'ygan bitta shayx. Undan nariga o'tmaydi, rostdan ham mujtahid emas. Men ham ijtihod qildim, bu ham ijtihod qilibdi. Men ijtihodim to'g'ri desa, o'shunda ham mononi zolalim mubin demaydi. Buni ijtihodi noto'g'ri deydi. Avvalgi mujtahidlar ham shunaqa degan bir-birini. Ijtihod qilib, men ijtihodim to'g'ri, buniki noto'g'ri degan. Chunki meniki to'g'ri, buniki ham to'g'ri desa bo'lmaydi o'zi. Uniki to'g'ri bo'lsa bu ijtihod qilib nima qiladi? Indamasdan olish kerak to'g'ri bo'lsa. Shuni noto'g'riligi uchun bu to'g'risini ijtihod qilgan o'zining nazdida. Rostdan ham yo buniki to'g'ri, yo nariginiki to'g'ri. Buni Alloh biladi. Qiyomatda oshkor bo'ladi o'zi, qaysi biriniki to'g'riligi ham aslida. O'shuning uchun ham bitta mujtahid hech qachon ikkinchi mujtahidni malomat qilmagan. Bugungi kunda kelib o'shanaqangi mayda-chuyda shayxlar, yollanma shayxlar, yo'qolmali saroyda soqqasini olib xizmat qilayotganlar, shunaqa ahmoqlar, ular adashganlar, bular zalolim mubin, bular manaqa degan gapni shunaqangi betayin qatlamdan chiqishni boshladi. Mayda pas bo'lgan qatlamda ular. Ular ozgina manfaat uchun ham, boshqa uchun ham shunaqa haromxo'rlik qilib yolg'onni gapirib yuboradi. Ozgina bosim uchun ham qo'qqanidan chiqib yolg'onni gapirib yuboradi. Ummatga xiyonat qilib yuboradi. Shuning uchun musulmonlar sal bir ziyrakroq bo'lish kerak shunaqa mahalda. Bittasi aytsa, ijtihodmi? Ha, bo'pti-da, ijtihod bo'lsa.
Ishtihod bo'lsa, yo sen aytganing to'g'ri bo'ladi, ikkita ajr olasan, yo sen aytganing noto'g'ri bo'ladi, bitta ajr olasan. Bo'ladimi shunaqasi? Ya'ni shunaqa qilish uchun rosa katta kalla kerak emas u. Shunaqa uchun xolislik kerak xolos. Yo, bizniki ishtihod emas, bizniki demokratiya. Falonchi Jon Smit shunaqa degan ekan. Uni beriga Adam Smit kelib tasdiqlagan ekan. Thomas Jefferson degani oxiri mana shunaqa qilgan ekan desa, endi haliginga to'xta sen zolali mubin ekansan-u, qayoqdagi Thomas Jefferson aytyapsan desa, mayli. Shunaqa desa mayli. Lekin u Qur'on sunnatdan ijtihod qilayotgan, oyatda, hadisda aytsa, sen zolali mubinsan deyotgan odam normal odam bo'lmaydi. U yo yollangan sotqin bo'ladi, yo o'ta tupoy bir haligi musulmonni ham eng bechora xori bo'ladi. Uchinchisi bo'lmaydi, shuni bilib olinglar. Chunki hali bitta varaqaga gol urayotgan odam yo haligi raqib komandani odami bo'ladi. Yo mana shu raqib komandani soqqasini olib, bilmay deb bordim-da deb kirgizib yuborayotgan odam bo'ladi, ikkalasidan bittasi bo'ladi. Endi Allohga ayon, qaysi birisi bo'lsa ham, o'zi ikkalasi ham yaxshi maqom emas, lekin sotqinlik bilan, rasvolik bilan agar islom varatasiga gol urayotgan bo'lsa, holiga voy. Alloh taolo o'zi insofga keltirsin, shunaqa yaramas. Ummat orasidagi ba'zi bir shunaqa yaramaslar ham